Bununla qarang. Bu nima? Bu oddiy bir qog'oz parchasi. Buni ya yigili bo'lmaydi, ya kishigili bo'lmaydi. Balkim buning material qimmati bir tiyinga yetmasligi mumkin. Ammo men buni dunyoning har qanday yeriga ib borsam, meni kishilar buning uchun isil mehmonxonalarda yetkazadi. Menga eng yaxshi tomoqlarni beradi. Hatto ba'zilar buning uchun odam o'ttiradi. Nimishqa? Zodi bu qog'ozga nima yozilgan? Amerika dollarining ustida this not is legal tender. Ya'ni bu pul qonunliq deb yozilgan. Bu deganlik dunyodagi eng kuchli bir davlat men bu qog'ozning qimmatiga va'da beraman degan gap. Siz bu qog'ozga emas, shu davlatning va'dasiga ishonasiz. Agar shu davlat va'dasida turmasa nima bo'ldi? Iran, Venezuelada bo'lganiga o'xshash pul paxallik yuz beradi. Bu pul axlatga aylanadi. Kishilar balkim bir harvi liqqida pulga bir tal bolkimi seta olmasligi mumkin. Endi bizning jamiyatimizga bir qarab chiqaylik. Yuqoridagi o'xshash bizning millatning ichida so'z paxallik yuz beryotadi. Bizning va'dalarimizning qimmati qoldimi? At qilib berma deymiz, qilmaymiz. Soat 5 da borma deymiz, 6 da boramiz. Cho'qim deymiz, ammo 5 minutdan keyin unutib bo'lamiz. Natijada bizning ijtimoiy pulimiz axlatga aylandi. Mushu holatda biz vatanni ozod qilamiz deb cho'ng gap qilsak, buningga birisi ishonamdi. Kichik va'dasida turmagan odamning cho'ng va'dasiga kim ishonadi? Bugun biz vayron bo'lgan ishonch bankasini qayta quramiz. Chunki ishonch bo'lmasa, tashkilot bo'lmaydi. Tashkilot bo'lmasa, davlat bo'lmaydi. Bizning muhojiratdagi eng cho'ng illatimiz nima bilamsiz? Uyg'ur time, Uyg'urcha vaqt. To'ylarga 1 soat kechikib boramiz. Yig'inlarga 30 minut kechikib boramiz. Hech kim vaqtida kelmaydi. Va biz o'zimizni oqlash uchun buni muqaddas bir so'zni qalqon qilib olamiz. Inshaalloh. Ya'ni Alloh xolasa. Paloniyaga kelamsa, inshaalloh. Bu yerdagi ma'nosi nima? Balkim borma, balkim bormayma, kayfimga qarab deganlik. Yoshlar, bu Allohning nomini suiiste'mol qilganlik. Bu dinni masxara qilganlik. Inshaalloh degan so'z mumkin degan gap emas. Inshaalloh degan so'z men barliq kuchim bilan tirishima. Agar o'lib ketmasam yoki qarshi tug'ilib bo'lmaydigan kuch to'smasa, bu ishni cho'qim qilma degan qasamdan iborat. Hadis sharifda munofiqning 3 belgisi bor deyilgan. Birinchi so'zlish yolg'on so'zlaydi. Ikkinchi va'dasi basi xiloflik qildi, va'dasi tumaydi. Uchinchi omonatga xiyonat qildi. Biz nimishqa birlashamaymiz? Chunki men sizga ishonmayman. Siz menga ishonmaysiz. Men bu yigit bugun soat 5 da kelma dedi, ammo kelmasligi mumkin deb o'ylasam, siz bilan qanday qilib million dollarlik shirkat quraman? Siz bilan qanday qilib jonni olqonga oladigan inqilob qila olayman? Kichikkina kechikish faqat u vaqt masalasi emas. Bu character failure, ya'ni xarakter yimirilishi. Bu mening so'zimning qimmati yo'q. Mening va'dam qimmatsiz deb o'zini bozorga selish. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tarixiga qarang. U kishi 40 yoshda payg'ambar bo'ldi. Vahiy keldi. Ammo Makka xalqi u kishini uningdan burunla bir ism bilan ataydi. Al-Amin, ya'ni ishonchli zot. Hatto u kishiga dushman bo'lgan Makka mushriklarimi o'zlarining qimmatlik oltinlarini, omonatlarini boshqalarga emas, o'z davosining dushmani bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga saqlashga beradi. Bu nima degan paradoks? Men sening diningga ishonmayman, ammo sening xarakteringga ishonaman. Alloh taolo nima uchun vahiyni, Qur'onni dal mushu kishiga berdi? Chunki u zot omonatni ko'taradigan zot edi. Alloh taolo Qur'onda biz bu omonatni tog'larga, osmonlarga sunduq. Ular ko'tarishdan qo'rqdi deydi. Davlat bir omonat. Hokimiyat bir omonat. Agar siz bir do'stingizning 5 minutlik vaqtiga xiyonat qilsangiz, Alloh sizga bir millatning taqdirini topshiramdi. Bu mumkin emas. Kichik ishda xiyonat qilgan odam cho'ng ishda cho'qim xiyonat qiladi. Ishonch u bir ko'rikka o'xshaydi. Bizning nishonimiz davlat qurish bo'lsa, bu nihoyat og'ir bir yuk mashinasi. Agar sizning va'da ko'rikingiz ojiz bo'lsa, yog'ochlari chirik, inchki bo'lsa, u og'ir yuk kelganda ko'rik o'rilib tushadi. Bizning nurg'un tashkilotlarimizning, jamoatlarimizning, dernek jamiyatlarimizning yuk ko'tarolmay o'rilib ketishining sababi ularning ulida ishash bo'lmaganligi uchun.
Undaqda yo'qab ketgan ishonchni zodi qandoq asliga keltiramiz? Banklarda credit score, ya'ni inovat numeri deydigan sistema bor. Agar qarzingizni siz vaqtida to'lasangiz, nomeringiz borgan sari o'sib boradi. Bank sizga texmi ko'p qarz beradi. Bir qitim kechiktirsangiz, nomeringiz tushadi, hech kim sizga uy, mashina bermaydi. Sizmi bugundan boshlab o'zingizning ma'naviy kredit nomerini boshqaring. Birinchi qoida: oz va'da ber, ko'p o'rinla. Yoshlar, hayajonlanib cho'ng va'da bermang. Men bu ishni 3 kunda qilaman deyman. O'zingizga bu ishga asli 3 kun ketadi, lekin men 5 kun dey deb o'ylang. Ondan 3 kunda tugatib bersangiz, qarshi taraf sizga mashaalloh deydi. Ammo 3 kunda va'da berib qo'yib, uni 4 kunda bitirsangiz, siz va'dasida turmaydigan odam bo'lasiz. Avval tilingizni tizginlang. Ikkinchi qoida: va'da qarzdir. Arabchada dayn, ya'ni qarz bilan din, e'tiqod bir yiltizdan kelgan. Bir odamga soat 5 da kelaman dedingizmi? Bu deganlik siz u odamdan shu vaqtni qarz oldingiz deganlik. Agar bormasangiz, siz uning hayotidan bir parchani o'g'irlagan bo'lasiz. Buning hisobi qiyomatda cho'qim ilinadi. Kichik ish deb qaramang. Kechikadigan bo'lsangiz, cho'qim oldin telefon qilib, ruxsat so'rab qarzni kechiktiring. Uchinchi qoida: hargiz yolg'on so'zlamaslik. Hatto chaqchaq qilib yolg'on so'zlamang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishi agar yolg'on so'zlayversa, Allohning dargohida u kazzab, ya'ni yolg'onchi deb yezilib qoladi deydi. Siz bir qitim yolg'on so'zlasangiz, kishilar sizning 1000 qitimlik rost gapingizga gumon bilan qaraydigan bo'ladi. Qarindishim, davlat qurish hargizmi bayramda shu orto'lash emas. Davlat qurish ishonchli inson bo'lish demakdir. Bizga shundoq yoshlar kerakki, ular qilaman desa osmon o'rilib tushsimi qiladi. Ular kelaman desa dal shu soatda shu yerda o'lib bo'ladi. Ularga bir sirni bersang, qabriga o'zi bilan birga ib ketadi. Xitoy mana mushuningdek yoshlardan qo'rqdi. Chunki bundoq yoshlarni setib olg'ili bo'lmaydi, oldig'ili bo'lmaydi, parchilig'ili bo'lmaydi. Siz shundoq yoshmi? Bugungi 11-topshiriq. 1. Bugun o'tmishda bergan, ammo siz amal qilmagan bir va'dangizni aslang. Masalan, bir do'stingizga kitobini qaytarib berma deb qaytarmagan, yoki bir yerga boraman deb qo'yib bormaganiga o'xshagan so'zlaringizni. Ondan hozirla uningga telefon qiling yoki uchur yo'llang. Qarindishim, men sana va'da bergandim, ammo amal qilolmadim. Meni kechir, men buni tuzataman deng. Bu sizning inovat nomeringizni asliga keltirishning tunji qadami. Ishonchli bo'ling, omonatdor bo'ling. Chunki Alloh yer yuzini mana shuningdek solih, loyiq bandalarga miros qoldirdi. Biz inshaalloh ati 12-qismda xizmat ruhi, ya'ni rahbar bo'lish uchun avval xizmatchi bo'lish kerakligi haqida o'zaro suhbatlashamiz. Va'danglarga vafo qilinglar. Allohga omonat.